Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizga yana bir elektromobil kelgan. 2 kun oldin buni zapchaslarini endi topib keldik. Mana bu o'zini miyasi kuygan. Mana motori ichiga moy kirib ketgan. Mana yo'q. Tagida yotibdi. Xo'p, keyin bunga yangi motor qo'yilyapti mana. Yangi palovus baraban. O'zini palovuslari yeyilib ketgan. Barabanlari kattayib mana barabanlarning ichki qismi kattayib shilinib ketgan mana. Bunga yangi barabanlar qo'ydik. Inshaalloh Xudo xolasa ertaga emas, shu bugun kechgacha Xudo xolasa bitiramiz. Hozir buni endi reduktorlarigacha qo'yib qo'yganmiz, reduktor ham ketgan. Motorni qo'ysa, inshaalloh yuradi Xudo xolasa. Miyani qo'yib qo'ydik. 60-72 volt, 1500 watt. Hozir montaj qilish jarayonidamiz. Xudo xolasa mana motorni qo'yib reduktorga maqasimni montaj qilinsa, inshaalloh bo'ldi. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.